ertalabdan bedanaga qarashga ketyaptik. Bismillah. Mana shu bizani mo'jazgina fermachamiz. Jo'jaxonamiz. Kelamiz, mana ishni shunaqa boshlaymiz mana. Bitta qaraymiz. Suvlari, donlari tayyor. Qoplada maydalab qo'yganmiz. Mana suvlari qolmabdi. Ertalabgacha ichib tashlashadi. Qaysi biridadir bor, qaysi biridadir yo'q, farqi yo'q. Xullas yangilab tashlaymiz suvlarini. Bormi, yo'qmi farqi yo'q. Yangilab toza suv quyib beramiz. Kecha oddiy suv ichishgan bular. Endi bugundan vitamin ichishadi. 3 kun vitamin beramiz. Keyin 3 kun antibiotik, 1 kun oddiy suv. Mana shunaqa. Mana. Chik-tonik. O'sha bitta qopqog'iga quyib olamiz. Ashti qo'yib ko'rsatay sizlarga. Hozir 3 dan tayyorlab oldim. Mana shu bitta krishkani bitta mana shu 10 litrlikka qo'yamiz. Qo'lni suvlarini tayyorlab olamiz. Endi bedanaylar soniga qarabdi. Lekin qolib ketmasin. Tayyorlab qo'yib 1 sutka yo 12 soat vaklashkada qolib ketish shart emas. Mumkin emas keyin. Ichida ozgina qolib ketibdi. Zarar qilmaydi. Mana bittadan tugatdik. Mana hozir ochdik. Yangi hali. Qopqog'ini yaxshilab yopib, ana endi suvlarini berib chiqamiz. Xo'sh. Bir chekkadan boshlaymiz. Hozir bular boshlashadi. Mana janjalini. Mana yemlari qolmagan. Yem idishlarini olamiz. Suvlari ham kam qolgan. Unisida bor ekan hali. Mana yerlarga tushib ketadi. Aka. Suv idishini ham olamiz. Bitta qo'lda sal qiyinroqda terib olamiz. Bo'lmasa hozirni oq bo'ri kelib hujum qilib qolishi mumkin. Aka salam. Mana endi qaysi birindir idishi toza bo'lsa yuvmaymiz. Idishi yomon bo'lsa yuvamiz. Buni quyib olamiz endi. Operatorimiz o'qishga ketgan. Bolalarni tashvishi bilan
ish bilan yuribdi u ham. Mayli amallasa bo'ladi. Xullas. Biz amallasa bo'ladi. Mana sizlar uchun. Ana keldi. Hozir aytib turdim mana. Mana keldi. Nima gap? Ha? Mana qara. Tushib ketganlarga hujum qilmagin, tushundingmi? Ma. Xo'sh. Keyingi etapimiz qo'sh yemini beramiz. O, yoqda ekan. Shunda bitta olib hisob ko'ramiz. Juda kam. Yana solamiz, bo'ladi. Bir kunga bo'ladi shu. Qolsa qoldi. Olmasam yana sovuramiz. Qoch. Mana tushib ketdi. Qarab turishni ko'rdinglarmi? Tegmaydi lekin. Kel. Shuni olamiz. Bundoq ag'darib olib joyiga qo'yamiz. Joyini to'g'ri tanlashlik kerak. Mana bunaqa suv tushadigan joy tepaga bo'lib qolsa, suv tushib, bu yoqdan oqib ketib qoladi. O'shaning uchun pastga qilish kerak. Uklon qayerda past bo'lsa, o'sha yerga qaratib qo'yish kerak bo'ladi. Do'stlar, xuddi shunaqa kunimiz o'tadi mana. Qolganlarni ham davom etamiz. Mana do'stlar, hamma vaklashkamiz tugadi. Suvlarni berdik. Hamma etajlariga donlarini berdik. Bo'ldi. Ish tugadi kechgacha. Kechgacha ishimiz tugadi mana. Yog'iga o'zlari harakat qilib, yeb, ichib, uxlab yotishadi. Nima deb qolamiz, o'rtoqlar? Yangi ko'rib turganlar, kanalimiz mehmonlari obuna bo'lib qo'yinglar, like, podpiskani bosib ketinglar. Agar yoqqan bo'lsa, yoqmagan bo'lsa, yoqqan bo'lsa ham bosmasanglar ham mayli endi. Bu nima deydi? Sizlarning podpiskanglar, laykinglar boshqa odamlarga tezroq tarqalishi uchun. Bedana boqib qiynalayotganlar qancha. Qanaqasini, yo'l yo'rig'ini bilmasdan. Shu uchun so'rayman, boshqa narsa uchun emas. O'rtoqlar, sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Sizlar bilan Ro'ziyev Azimjon bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'lasizlar.